Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Monako tarixidagi ilk terakt sodir etildi. Ukrainalik oligarx og'ir jarohat oldi. Rossiya Ukrainaning 3 ta yirik shahriga shafqatsiz hujum uyushtirdi. O'nlab qurbonlar bor. Putin Ukraina bilan muzokaralarni Minskda o'tkazishni taklif qildi. O'zbekiston aholisi 39 milliondan oshgani ma'lum qilindi. O'zbekistonda kuchli issiq bo'lish kutilmoqda. Erkaklar, tan oling, ba'zan telefoningizning quvvati siznikidan uzoqroq yetib qoladimi? Kayfiyat joyida, niyat joyida, lekin energiya yetishmayaptimi? Ayolingizni yana bir bor ko'nglini zabt etishni xohlaysizmi? Shunda ko'plab erkaklar tanlayotgan Vulkan haqida o'ylab ko'ring. Erkaklar salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan mahsulot. Jinsiy quvvatingizni ham yuqori darajaga olib chiqadi. Va eng yaxshi yangilik hozir 30% chegirma. O'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotmang. Vulkan faol va ishonchli hayot sari qadam. Hoziroq buyurtma bering. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Monako tarixidagi ilk terakt sodir etildi. Ukrainalik oligarx og'ir jarohat oldi. Kecha 29-iyun kuni Monakodagi turar joy binosida yuz bergan portlash oqibatida 3 kishi jarohatlandi. Davlat vaziri Kristof Mirman sodir bo'lgan voqeani knyazlik tarixidagi birinchi terrorchilik harakati deb atadi. Gap ehtimol terrorchilik harakati haqida ketmoqda, dedi Mirman. Uning so'zlariga ko'ra portlovchi qurilma tarkibida taxminlarga ko'ra boltlar va sochma o'qlar bo'lgan. Mening bilishimcha bu knyazlik tarixida bunday harakat sodir etilishi bilan bog'liq birinchi holatdir, deya qo'shimcha qilgan Mirman. Tergov ma'lumotlariga ko'ra portlash oqibatida asli ukrainalik bo'lgan 3 kishi jarohat olgan. Ular 50 va 60 yosh atrofidagi erkak va ayol, shuningdek 13 yoshli o'smirdir. Ularning uchalasi ham bir oila a'zolari ekanligi haqida ma'lumotlar bor. Portlashning 3 qurbonlaridan biri 1968-yilda tug'ilgan yirik ukrainalik oligarx Vadim Yermolayevdir, deydi surishtiruv ishlariga yaqin bo'lgan manba. Uning qo'shimcha qilishicha, portlashning ikkinchi jabrlanuvchisi oligarxning turmush o'rtog'i bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, ikkala katta yoshli insonning ham ahvoli og'ir deb baholanmoqda. Shu bilan birga 13 yoshli bolaning ahvoli barqaror. Ukraina nashrlarining yozishicha, Vadim Yermolayev eng boy 100 nafar ukrainalik ro'yxatida 23-o'rinni egallaydi. 2019-yilda u Ukraina fuqaroligidan voz kechib, Kipr fuqaroligini olgan. Keyinchalik 2023-yilda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yermolayevga nisbatan shaxsiy sanksiyalar joriy etgan. Rossiya Ukrainaning 3 ta yirik shahriga shafqatsiz hujum uyushtirdi. O'nlab qurbonlar bor. Rossiya armiyasining 29-iyun kuni Ukrainaning 3 ta yirik shahriga uyushtirgan hujumlari oqibatida kamida 10 kishi halok bo'ldi. O'nlab odamlar jarohat oldi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, zarbalar kun davomida ham davom etgan va qurbonlar soni oshib borgan. Bu haqda mahalliy rasmiylarga tayanib Reuters xabar berdi. Dnepropetrovsk viloyati gubernatori Aleksandr Xanjaning ma'lum qilishicha, Dnepr shahriga berilgan raketa zarbasi oqibatida 6 kishi halok bo'lgan, yana 29 kishi jarohatlangan. Uning so'zlariga ko'ra, hujum natijasida korxona, maktab, xususiy uylar va avtomobillarga zarar yetgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya raketa zarbasi shahar infratuzilmasini nishonga olganini bildirgan. Rossiya Dneprga infratuzilmani nishonga olgan holda raketa zarbasini berdi, deb yozgan Zelenskiy X ijtimoiy tarmog'ida. U qutqaruv ishlari davom etayotganini ta'kidlab, Yevropa o'zining ballistik raketalarga qarshi mudofaa tizimlari va raketalarni rivojlantirishni jadallashtirish zarurligini qayd etgan. Kechki video murojaatida esa Ukraina rahbari barcha hujumlarga javob qaytarilishini aytgan. Biz buni avvalo Rossiya davlat tizimi va uning urushni cho'zish imkoniyatlariga ta'sir qilish uchun amalga oshirmoqdamiz, degan Zelenskiy. Shuningdek, Zaporojye shahrida Rossiya droni mikroavtobusga zarba berish oqibatida 2 erkak va 1 ayol halok bo'lgan. Yana 8 kishi, jumladan 7 yoshli bola jarohat olgan. Keyinroq yana bir dron avtobus yaqinida portlash natijasida 7 kishi, jumladan 2 nafar bola jarohatlangan. Odamlar urushni yanada ko'proq his qilyapti. Bundan boshqa nima deyish mumkin? Bu terrorizm, boshqa hech narsa emas, degan hujumda turmush o'rtog'ini yo'qotgan 58 yoshli Svetlana Kamarova Reuters agentligiga. Qayd etilishicha, Ukrainaning ikkinchi yirik shahri Xarkovda ham boshqariladigan aviabomba 23 yoshli ayolning hayotiga zomin bo'lgan. Yana 10 kishi jarohat olgan. Shahar meri Yegor Terexovning ma'lum qilishicha, hujum oqibatida tramvay va 15 dan ortiq avtomobilga zarar yetgan.
Putin Ukraina bilan muzokaralarni Minskda o'tkazishni taklif qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina bilan ehtimoliy muzokaralarni Belarus poytaxti Minsk shahrida o'tkazish mumkinligini bildirdi. Bu haqda Rossiya yetakchisi Butun Rossiya davlat teleradiokompaniyasi muxbiri Pavel Zarubinga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning aytishicha, agar tomonlar muzokaralar bosqichiga yetib kelsa, bu borada Belarus imkoniyatlaridan foydalanishi mumkin. Rossiya yetakchisining eslatishicha, 2022-yilda Rossiya va Ukraina o'rtasidagi dastlabki muzokaralar ham aynan Minskda boshlangan. Shuningdek, u Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bahsli masalalarni tinch yo'l bilan hal qilishga qaratilgan har qanday tashabbusni qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bildirganini qayd etgan. Ma'lumot uchun joriy yilning 4-iyun kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Vladimir Putinga ochiq maktub yo'llab, mojaroni hal etish yuzasidan muzokaralarni 3-davlat Shvetsariya, Turkiya yoki arab mamlakatlaridan birida o'tkazishni taklif qilgan edi. Zelenskiy Moskvada muzokara o'tkazishdan bosh tortgan. Putin esa hozircha Ukraina prezidenti bilan shaxsiy uchrashuv o'tkazish uchun asos ko'rmayotganini bildirgan. Eslatib o'tamiz, Vladimir Putin va Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 26-iyun kuni asosiy e'tibor Ukrainadagi urush bilan bog'liq masalalarga qaratilgan muzokara o'tkazgandi. O'zbekiston aholisi 39 milliondan oshgani ma'lum qilindi. 2026-yil 15-yanvar holatiga ko'ra, O'zbekiston aholisi 39 million 47 ming kishidan ortiqni tashkil etdi. Bu haqda Statistika qo'mitasi raisi Behzod Hamroyev 30-iyun kuni Toshkent shahrida o'tayotgan aholini ro'yxatga olish natijalariga oid matbuot anjumanida ma'lum qildi. Daryo muxbirining xabar berishicha, tadbirda ro'yxatga olish bo'yicha dastlabki raqamlar ochiqlanmoqda. Xususan, respublikada mehnatga layoqatli aholi soni 21 million 730 ming nafardan ortiqni tashkil etdi. Bu umumiy ko'rsatkichning 55,7% ga teng. Shu bilan birga bolalar soni 12,5 million nafar, katta yoshlilar 4 million 800 ming kishi. Aholi orasida o'zbek millatiga mansublar soni 34 million 900 ming kishini, ya'ni aholining 89,4%. O'z navbatida tojiklar 1 million 300 ming, qoraqalpoqlar 841 ming 400, qozoqlar 707 ming 300, ruslar 606 ming 500 kishini tashkil etgan. Shu bilan birga qirg'izlar 219 ming 100 nafar, turkmanlar 194 ming 700 nafar, boshqa millatlar 300 ming nafarni tashkil etdi. O'zbekistonda kuchli issiq bo'lish kutilmoqda. O'zgidromet ma'lum qilishicha, iyul oyi O'zbekistonda yilning eng issiq oyi hisoblanadi. Odatda ushbu oyda respublika hududining katta qismida kunduzgi o'rtacha maksimal havo harorati 35-37 darajani, janubiy va cho'l hududlarda esa 38-40 darajani tashkil etadi. Sinoptiklar ma'lumotiga ko'ra, deyarli har yili iyul oyida havo harorati 40-42 darajagacha, ayrim shimoliy, janubiy va cho'l hududlarda esa 43-45 darajagacha ko'tariladi. Eng issiq yillarda esa harorat 47-50 darajagacha yetgan holatlar ham kuzatilgan. Bu yil iyul oyining dastlabki 5 kunida havo nisbatan qulay bo'lishi kutilmoqda. Kunduzi harorat 30-35 daraja, janubda 36-39 daraja atrofida bo'ladi. Birinchi 10 kunlikning oxiriga kelib esa issiq kuchayib, kunduzgi harorat 37-40 darajagacha, janubda 41-43 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Keyingi davrda oy oxirigacha harorat asosan 33-43 daraja oralig'ida bo'lib, respublika shimoli, janubi va cho'l hududlarining ayrim joylarida 45 darajagacha yetishi ehtimol qilinmoqda. Prognozga ko'ra, iyul oyida o'rtacha havo harorati iqlim me'yoridan 1,5-3 darajagacha yuqori bo'ladi.